Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Kanalimizga xush kelibsiz deb yangi video roligini boshladik. Yangi video roligini boshlashdan oldin do'stlar, kimda kim kanalga obuna bo'lmagan bo'lsa, obuna bo'lib bittadan like tugmasini bosib qo'yishingizni so'rab qolamiz. Mavzuga qaytadigan bo'lsak, bugun 10-mart mana tong sahardan Moskvada migrantlar yashaydigan hostellarni tekshiruv boshlandi. Mana do'stlar, ko'rib guvohi bo'lyapsizlar. Bular hech kimga rahm qilmaydi, kelib bostirib kelgandan keyin 10-martdan qattiq tekshiruvlar boshlanganini e'lon qilyapti. Shuning uchun Dakimtina qaytadir neto bo'ladigan bo'lsa, imkoni boricha to'g'rilab olishingni so'rab qolamiz. Mana o'zingizlar ko'rib guvohi bo'lyapsizlar. Realni hayotdan olingan narsalar hammasi O'zbekiston fuqarolari. Mana bu yerda Hind fuqarolarini ham hammasini mana tashqariga olib chiqib terib qo'ygan. Hindistonliklarni tekshirmayapti deyapganlarga. Mana bu realni tekshiruvlar qattiq ketayotgandan dalolat. Mana do'stlar, o'zingizlar ko'rib guvohi bo'lyapsizlar. Tekshiruvlar juda ham qattiq ketyapti. Shu dakimsiz yurgan aka-ukalarimiz bo'lsa, shu hostellarda yotmayni, odamlar gavjum bo'ladigan joyda turmayni. Endi hamma 100% dakim deb ayta olmayman. Shu yo'q deganda 100 tadan 10-20 tasi bezdakim yurganlar bor hozirda ham. Shuning uchun Dakimtina yo'qmi? Shu общителlarda ko'pchilik yotadigan joylarda hushyor bo'lib yuringlar. Shu transportlarga chiqqanda, boshqada juda qattiq tekshiruvlar, hozir metrolarda ham shu ahvol. Men o'zim ham ko'rib guvohi bo'lyapman. Постоянно ko'chadaman. Shuning uchun sizlarni ogohlikka chaqirib qo'yaman. Bundan maqsad nima? Shu Dakimitlarni порядка qilib yurish. Bu odamni qo'rqitish bir vahima emas, lekin oldingi Rossiya emas. Haqiqatan ham hozir kundan kunga har xil qonunlar ketyapti. Bezdakimit yurishi iloji qolmayapti. Do'stlar, imkoni boricha shu videoga like bosib, podelitsa qilib tarqatib qo'ying. Rossiyada yurgan aka-ukalarimizga yetib borsin, o'zlarini ehtiyot qilishsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.